Jigarlar, sizlar uchun bitta hozir manzarani ko'rsataman. Shunchaki Dog'istonchasiga ashillit deb arasizlar. Nima deyapti? Qayer bu? Bilganlar bo'lsa yozib qo'yingizlar. Endi quyosh chiqib kelyapti. Do'stlar, mana had demay quyosh ham chiqib qoladi. Mana chiroyli bo'lib ertalabki quyosh chiqishini kutib olamiz shunchaki. Quyosh ham chiroyli bo'lib chiqib keldi. Biz esa mana shu yerda shunchaki quyoshga toblanib mazza qilib o'tiribmiz do'stlar. Lekin sal apasni yer. Lekin jigarlar uchun bunaqa chiroyli video olishga arziydi, bu yerda riskovat qilishga. Quyosh ham chiqib keldi, biz esa sekin yo'limizda davom ettirishimiz kerak. Ketdik. Tog'u toshloqda mana shunda yugurib yurishga ham gashti bor. Faqat ehtiyotkorlik bilan strafovkani olgan holatda yugursangiz tanangizga ham mazza, o'zingiz mazza qilasiz, yoshlikda eslar. Biz esa gazini bosamiz. Jonasidan. Mana. Voy. Baba. Jigarlar, hech narsa gapirmayman. Shunchaki suvni ovoziga mazza qilamiz. Terapiya. Boya mana shu yerda edim-da, mana shu yerda o'tirdim. Mana bu yerdan o'tsa bo'ladimi degan savol bo'lib qoldi. Mana nasib Taxmoq qishlog'iga ham yaqinlashib qoldik. Mana shu yerdan o'tsak endi o'sha Taxmoq. Bu yerlar endi lager ham deyishadi, nomi ham ko'p. Xotirga ham kirib ketadimi? Akalar, mana shu yerlar nima o'zi? Bu yerlar Taxmoq territoriyasiga kiradimi yoki bo'lmasa mana shu qishloq ismini urg'ur. Xoturga kiradimi? Akalar yozinglar. Chota определиться qila olmay qoldim. Shunchaki jigarlar odamni aylangisi keladi boru. Faqat bunday yurib, прогулка qilib, birinchidan tanaga foyda, miyaga foyda, terapiya, o'sha so'zni qaytaraveraman jigarlar. Chunki uyda o'tirib, telefon chiqarib shunchaki odam tanasini ham, psixologически ham ana uxlatda yurgandan keyin foyda katta jigarlar. Yurishda gap katta. Sharillab suvlar oqayapti. Juda ham ajoyib. Nima deyapti jigarlar? Bormi og'riq deydi-yu. Og'riq bo'lsa hozir qo'yib beradi.
Jigarlar, lagerga kirmayman. Lagerda o'zi отдельный temada u. O'shaning uchun boshqa safar, boshqa kuni lagerda o'ziga прогулкаga kelamiz. Kimni uyi bo'lsa mana jigarlar jo'natib qo'yasizlar. Agar Rossiyada bo'lsa. Jigarlar, bu tomonda ham yo'l bor ekan, lekin bu yoqqa kirmadim. Kuchuk-kuchuk bo'lsa tag'in mazzamni qochirib qo'ymasin, tinchgina glavniy doroga bilan ketaman. Jonasidan qishloq hayoti ajoyibda ya. Qalaysan? Mana ajoyibotlar. Echki, qo'y mazzada. Bu tomonga ham yo'l ketgan ekan. Biz esa bunaqa mayda yo'llarga kirmaymiz. Glavniy doroga bilan yuramiz. Shunchaki jimlik bilan tinglaymiz. Jigarlar, bu yer masjidmi yoki qabristonmi? Ya qabriston ekan, uzr lekin. Bu tomonlarda ham uy bor ekan, lekin bu yoqqa chiqib borishga hozir nima deydi? O'z bo'lmaydi. Glavniy dorogalar bilan o'tamiz. Mazza jigarlar, ha. Tinch. Chumchuqlar sayrab turishini eshitib, shunchaki mazza. Manzara juda ham ajoyib. Hozir bitta bo'lamni ko'rib qoldim. Manzura degan tanimaysizmi? Neftuganskida yurar ekan. Shunaqa yil deydi. Yo'q, men tanimayman dedim. Biz bu yoqqa qarab yuramiz. Bu ko'chaning oti nima bilmayman, lekin men hozir jigarlar hayron bo'layapman. Tahmoqni qayeriga chiqib turib, butun qishloqni chiroyli syomka qilsa bo'lar ekan deb turib, men boshim qotdi gapni ochib. Teparoqda lager ustiga chiqib olsam bo'lar ekan, lekin men pastga tushib kelib qoldim. O'shaning uchun qayerdan, qaysi rakursdan olsa chiroyli bo'ladi jigarlar. Mana toychoqda ajoyibligini qaraysiz-a. Odamni ko'zini quvontiradi-ku. Mashaalloh degin keladi buni ko'rib. Gap bo'lishi mumkin emas. Biz dalishda davom etamiz. O'z Tahmoqqa bir marta kelganman, bir martami? Jigarlar, o'zi men Tahmoqqa mana bu yerlarga birinchi marta kelishim. Tahmoqni juda ichkariga oralamaganman oldin. Birinchi marta kelyapman. Lekin tavakkal bitta tepalikka chiqib, chiroyli rakursda video olishga harakat qilyapman.
Tupikka borib qolmasam bo'ldi glavni. Hozir mana bu Viktor Abror akamni ko'rib qoldim. Ertalabdan tirikchiliklar bilan yurishdi. Tepaga qarab chiqib ketdi aytib. Biz mana shu qarab ketdik qaroch. Endi bu yerlarning ismi nima bilmayman, jigarlar. Sheshapmi? Qayer bu yerlar? Yozib qoldiringizlar. Bu yoqqa qarab mashina tushib ketdi aytib. Salom alaykum qo'ydik. Ha, bu yerda chiroyli polio bor ekan jigarlar. Birinchi marta ko'rishim. Cho'tka atak. Mana akamiz mollarini jayib gazini beryapti. Hozir bugun. Biz esa dalishni davom etamiz. Jigarlar mana chiroyli rakurslardan biri. Bir nima qilib chiqib keldim. Topik yo'q ekan hali. Haddushi lekin chotki. Mollarni jayib jirtib yoqda cho'ponimiz. Ana. Mana jigarlarim. Sizlar uchun harakatda qaroch. Paddashka qilingizlar. Jigarlar lekin quyosh chiqib keldi. Uni orasiga mana tuman ham borda jigarlar. O'shaning uchun boricha mazza qilamiz. Jigarlarim, stories qilingizlar, stories. Kimki o'zi mazza qilib qo'ygan bo'lsa, o'zingizni do'stlaringiz bilan, podpischiklaringiz bilan bo'lishing. Shu qatorda meni ham paddashka qilgan bo'lasiz. Storiesni bosingizlar jigarlar, stories qizg'onmaysizlar, bosvoraveringizlar. Hech narsa qilmaydi, chotki bo'ladi hammasi. Davay. Kutaman. Hozir mana shu tepalikka chiqaman. Jigarlar, zagarni devonasini olyapman. Chunki mart, aprel o'sha bahorda zagari juda ham qattiq uradi, qoraytirib beradi deydi. Chista zagarni jinnisini olvanman jigarlarim. Bu zagarni olish uchun kimlar bilasizlarmi? Dubay, Tailand, Maldivi har yerlarga borib yuradi. Lekin biz to'lib o'sgan yerimizda shunchaki progulka qilib bu zagarni olib qo'yamiz jigarlar. Biz darish ketyapmiz. Jigarlar nima deyapti bu manzara? Bu qayer bu? Qani bilganlar yozamiz. Bu ham jigarlarim Tailand, Maldivini toshlaridan, manzarasidan qolishmaydi. Ajoyibligini qarang, ajoyibligini. Mazzami? Nima deyapti? Og'riq bormi? Jigarlar nima deyapti? Men qayerdaman ha? Bir chiroyli manzarani hozir ko'rsataman, mazza qilib borasizlar. Nima deyapti? Bormi og'riq? Qayer bu? Bilganlar bilmaganlarga bildiramiz. Kommentlarda yozib. Jigarlar, biz taxmoqdamiz. Ajoyibligini qarangizlar. Zo'r rakurs topdim. Men shu yerga chiqib keldim. 3-tepalikka chiqdim. O'zimni ko'nglimdagi rakurs bu. O'zimga yoqdi. Sizlarga yoqdimi bu rakursdan olish? Yoki boshqasidan chiroyliroq bo'larmidi? Yozinglar kommentga. Bong'illatib yuboringizlar. Mana bu yerlar odamni ko'zini quvontiradi. Yana uning ustiga mana chiroyli bo'lib qo'ylar jayilib yurishini qarangizlar. Bu yo'q, endi aytmasa ham bo'ladi. Nima deyapti? Qaytdi jigarlar. Hamma yaxshimi? Ishlar bo'lyaptimi? Kimning mollari bo'lishi mumkin bu? Qani yozinglarchi bilganlar.
Montaj tushunadigan odamlar bo'lsa bor. Mana shu yerda cho'tki kadr olib bo'ngillatib boradi. Lekin men montajga unchalik aqlim yetmaydi. Montaj tushunadiganlar bo'lsa jo'natib montaj jinnisini qilsin. Tushadigan yer topolmadim deganlar hammasi mana bunaqa qo'rqinchli yerlar ekan. Qani bu yerdan bismillah deb tushamiz. Ya Alloh, o'zing sharmanda qilma. Qayerga endi jigarlar, bu yerda tushish ilojisi yo'q-ku. Mana bu yerdan tushamizmi? Juda ham opasniy bor, lekin harakat qilaman hozir. O'chirib turaman. Mana shu yerdan tushdim bir nima qilib jigarlar. Alpinist bo'lib ketayni. Lekin ozgina yurak shoshdi. Lekin tavakkal Alloh dedik. Biz dalish gazini bosdik mana bunaqasiga. Hoppale. Tushib ketaveramiz. Paslamaga yugurish gashti bor lekin. Voy. Lagermi bu endi? Voy. Lager ekan. Jigarlar yurdim. Eshik chiqadimi yo'qmi dedim. Eshik chiqmadi men. Mana shu yerdan hozir sakrab o'tishga qaror qildim. O'zi qayerdan kiradi? O'zi kiradigan joyi qayer? Lager, через lager chiqib ketmoqchiman. Hatto yo'l topolmayapman bor. Mana lager. Sog'inganlar uchun maxsus. Lager. Juda ham ajoyib yerlar. Faqat vложение bo'lsa bu yerlarda cho'tki Shvetsariya qilib bersa bo'ladi. Inshaalloh kelajakda bo'ladi. Saxiy hali patriot akalarimiz harakatini bosyapti. Budjetni to'g'rilaysizlar, vложениeni qilaysizlar jigarlar. Baribir tug'ilib o'sgan yerga patriot bo'lmasangiz qanaqa insonsiz deydi-yu. Hamma millioner, milliarder, mashhur kim bo'lishidan qat'iy nazar o'zini hurmat qiladigan odam tug'ilib o'sgan yeriga baribir patriot bo'ladi bor-u. O'sha shahrini, qishlog'ini, obodonchiligiga juda qattiq vложение qiladi. Hozir esimga tushib ketganlaridan biri Sadio Mane. Qanaqa millioner inson. Allohni yaxshi ko'rgan bir bandalaridan. Qaraysizlar jigarlar, oddiy telefonni ko'tarib, lekin qanaqa katta ishlar qilib beryapti-ya oddiy futbolist. Shunaqa Sadio Mane'ga o'xshagan jigarlardan bizlardan ham chiqsin bor-u. Nima demadilaringiz? Haqiqatan ham bu yerga jigarlar vложение qilsangiz shunchaki odam dam olishga kelgisi keladi. Xo'jand, Dushanbe kerak bo'lsa O'zbekistondan keladi. Qirg'iziston, Qozog'istondan keladi. Faqatgina bir nima deydi? Нормальное вложение и нормальный bir dizayn proyekt qilib bossa agar bormi? Zona o'rdoqda jinnisi bo'ladi, manzara jinni. Ha yerda o'zra bor. Bu yerda tog'lar ham juda ajoyib. Mana bu manzara, atrof muhit juda ham zo'r. Nima demadilaringiz jigarlar? Yozingizlar, laykchani qo'ndirib, bosib padilitsa qo'yib, nima deydi? Stories qo'yib tashlaysizlar, короче. Mana jigarlar, lagerni yakuniga ham yetib qoldik. Chorniy xotdan kirib, glavniy xotdan chiqib ketyapmiz endi. Mayli, bo'pti. Lager. O'zingni ehtiyot qil. Ko'rishib qolamiz yana. Biz ketdik. Jigarlar, xohishoningizlar, xohishamayizlar, men taqmoqni bilmasdim. Lekin boya mana shu tali vaqti keladi deb mana bu yerga yaxshi niyat qilib qo'ygan ekanman. Men boshqa kunni nazarda tutdim. Lekin qarayingizlar, aylanib kelib turib, bir marta taqmoqni quruq qilib, 3 ta tepalik, 4 ta tepalikka chiqib, yana aylanib mana shu yerga keldim. Shunchaki til ojiz, chevar zotni nima deydi? Proyektini oldida. Jigarlar,
Mana videomizda yakuni soat 10:09 bo'ldi. Alhamdulillah chiroyli qilib video oldim deb o'ylayman. Shunchaki jigarlar mana shu videoni ko'rib turgan bo'lsalaringiz oxirigacha shundoq kirasiz profilga, publikatsiya, reelslarga shunda laykcha, qo'ldan kelsa biror kommentchani yozib poddeshka qilib keting jigar. Siz poddeshka qilmasangiz kim qiladi meni jigarim, jonli zamon bo'lsin. Davay like, komment, storieslarni bosing. Men dalshi bo'lishi davom etaveraman jigarim. Qizg'anmang lekin uyat bo'ladi-ya. Jigarim deyapman. Salomat bo'ling.